Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xullas shunday qilib bugun 3-avgust O'zbekiston vaqti bilan kechqurun 21:10 takam 9 bo'lyapti. Talyatiga kirib keldik. Ana город Talyati. Mana bizi Toychoq. Nima qilyapsiz bu yerda? Ishlaysizmi mana shu yerda? Talyati. Mehmonlar kelyapti, onu kutgan chiqdi. Mehmonlar kutgan chiqdingizmi? Mana shu Talyatida ishlaysizmi? Ha, mana shu ishlayman, shopirlik qilaman. Mana Talyatiga kelib O'zbek akamizni topib oldik. Yaxshi kelyapsizlarmi? Ha, rahmat. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Xullas shunaqa gaplar. Mana Rustam akam bilan birga kelyapmiz. Aka qiynalmayapsizmi ish qilib? Yo'q, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r kelyapsiz. Shu bir sutka chegarada qolib ketdik ama. Bir 28 soat deganda o'tdik. Shu yaxshi jilda qiyinchilik yaxshi bo'ldi probkada. Qolgani yaxshi tekis kelyapti. Zo'r, yo'llar ham zo'r. Dunyomiz tinch. Alhamdulillah. Talyatiga kirib keldik. Xudo xolasa to'xtamay yurib tursak, ertaga Moskvada bo'lamiz, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Yetib boramiz inshaalloh. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p, mayli o'rtoqlar. Tinch bo'linglar. O'rtoqlar shunday qilib yo'l yursak ham cho'l yurib va nihoyat Tulinskiy oblastga kirib keldik. Bu yoq Ryazanskiy oblast. Ryazanskiy oblasti tugashi, Tulinskiy oblasti boshlanishi. Mana bizi Toychoq. Mana bizi klientlar. Xullas klientlarimizni yarmini Tulaga tashab, undan keyin Moskva qadasan deb Moskvaga qarab ketamiz. Bugun kechasi Moskvada bo'lamiz, xudo xolasa.